Shuni endi bu shu ko'p o'sha mana shunaqa infeksion kasallar saunadan ham o'tishi mumkin. Nimagada? O'sha saunaga, hammomlarga yosh bolalar borgandan keyin o'shalar qiz chaqiradi, har xil qizlarni, bema'ni qizlarni chaqiradi-da. O'shalar chaqirgandan keyin o'sha ishini qilib bo'lgandan keyin nima qiladi? Cho'miladi. Shundaymi? Hammomga cho'milgandan keyin o'sha infeksiya bir joyda qoladi. Bu o'tirgan joyida qoladi, o'sha ish qilgan joyida qoladi yoki hammomlarda bo'ladi, baseynda bor cho'miladi. Tushundingizmi? U baseynda men keyin asta so'rasam, baseynda 2-3 kunda bir marta suvni almashtiradi. 2-3 kunda. Undan oldin qizlar 2-3 ta qiz borib cho'milgan bo'lsa, o'sha infeksiya hammasi suvga o'tgan. Borib siz cho'milasizmi ertasiga yo indiniga siz cho'milsangiz sizga ham o'tadi. Tushundingizmi? Mana shu yo'llari ham bor. Shuning uchun shart emas imminna qizlarga borish, mana shunaqa holatlarda ham o'tadi. Tushundingizmi? Inshaalloh hozir analiz oldik, lecheniya qilyapmiz. Osmokonlaringizni yozib berdi. Osmokon. Uyda olasizmi, kelib ketasizmi? Kelaman. Kelib ketsangiz, mana bir kunda misol bir marta osmokonlarni o'shani olsangiz, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun har doim o'sha qizga borgandan o'tmaydi. Shu hammomdan, boshqa joylardan o'tishi mumkin. Platensiyadan, biron narsasini kiygandan, o'sha narsalardan o'tishi mumkin.